Gepim qaytib kelsam, harakatda biz o'zimning bu yuragimdagi bir nomus tuyg'usi, azob tuyg'usi shuki, asosiy cho'ngish qilolmadik. Ammo cho'ngish qilganligini tillashda, tushirishda, bu nomussizlikda ajoyib cho'ngish qildik. Men oddiy bir misol keltirib berayin. Bu misol men ilgari keltirgan, mishaga to'g'ri keldi bu. Salih 2018-yilları bizdeki hükümetlik Salih efendim ve ailesikiler şu namayişini Amerika'da kılıvatkan vaqtda şu vakti bazı Uygurlarınki Salih'ini eyiplayvatkanlıqını ben anlağım. Eyipleştiğini bilse Salih dini radikalmiş. Sarang balımış. Çünkü onun tuqqanları bunu sarang deymiş. Qatarlıqla. Turip da Salih'in iş turip dursun. Salih'in sarang oğluk mu turip dursun nazir? Şu çağda ben şular dedim. Eğer Salih sarang bolsa, dini radikal bolsa, onda olsa ben Salih'de öydükleri de şu namayişini to'xtatib tursun. Siz çıkıp uyingizga çıkıp iş kep qilib bakın üzlüksü desem yo'qolib ketdi ular. Bu yerdagi gap nima degan vaqtda ayliq 5 maymunning hikoyasi bor deb mening kitobimda yozganda mustaqillikdan qo'rqib ketgan bu xalq xuddi qapazdagi 5 maymunga bananni üzsan urman deb qalliq so'ndirib etgandan keyin yangi kirgan maymunni uni 5 maymunning ichidagi birini elib o'tib tadqiqotchilar uning yangi bir maymunni soladi u oldi bilan oyat isib turgan bananni osi bo'lmaydiganligini bilmaydi bu kiriblar bananga isilgan vaqtda ilgari tayoq yeb baqqan boshqa 4 maymun uni tortib orqasiga og'izmaydi uni hatto urdi uni to'g'ri bizdeki avval dal mana shu Salih mustaqillikni deb qolsa mening mustaqillikni damayotgan demaydigan mash sharmandichilikim oshkorlanib qoldi deb dushman atrofda qoladi Salih dushman bo'ldi bu chaqda nimishqa Salihning u ishi ularning vijdoniga sanjilayotgan maxluqotida yerda